Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. U23 Osiyo Kubogi birinchi tur o'yinlari oldidan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda bosh murabbiy Ravshan Haydarov va futbolchimiz Said Umarxon, Said Nurullayevlar ishtirok etdi. Ravshan Haydarov: Assalomu alaykum. Avvalambor, mana shu musobaqada ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Tashkiliy tomondan barchasi ajoyib. OFK hamda mahalliy tashkiliy qo'mitaga minnatdorchilik aytaman. Barcha jamoalarga omad tilayman. Biz bu musobaqani yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Bu turnirda reytingimiz baland. Har doim yuqori natijalar qayd etib kelamiz. O'ylaymanki, bu galgi musobaqada ham munosib ishtirok etib, yuqori natijaga erishamiz. Guruhdagi raqiblar haqida. Albatta, guruhimizda kuchli jamoalar yig'ilgan. Ularning tajribalari va imkoniyatlarini bilamiz. Biroq men jamoamizga ishonaman. Biz o'zimizga ishonch bilan maydonga tushish niyatimiz bor. Futbolchilar bilan suhbatda bu turnir katta futbolga ko'prik vazifasini o'tab berishini aytib o'tdim. Yaxshi maqsadlar bilan musobaqaga kelganmiz. Said Umarxon, Said Nurullayev: tayyorgarlik yaxshi bo'ldi. Biz dastlab Toshkentda, keyin Qatarda yig'in o'tkazdik. Adaptatsiya yetarli bo'ldi. Asosiy maqsadimiz musobaqada munosib qatnashib, yuqori natija qayd etish. Ichki muhit haqida. Ichki muhit ajoyib, hamma yaxshi kayfiyatda. Oldimizda qanday turnir turganini bilamiz. Jamoamiz musobaqaga 100% tayyor. Terma jamoamiz ertangi o'yin oldidan mashg'ulotlarda ishtirok etdi. Mashg'ulot davomida futbolchilar ertangi o'yin haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Tayyorgarlik yaxshi bo'ldi. Toshkentda jismoniy tayyorgarligimizni yaxshilab oldik. Keyin Qatarga uchib olib, shu Qatarda ikkita Tavarsik o'yini o'ynadik. Biz uchun hammasi muhim. Hozir kuchsiz komandaning o'zi yo'q. Biz uchun hammasi muhim deb o'ylayman men. Jamoadoshlarim ham shunaqa deb o'ylaydi. Birinchi o'yinimiz biz uchun muhim hozir. Yutib olishimiz kerak birinchi o'yinni, keyin qolganini keyinchalik o'ylayveramiz. Bu safar musobaqada ham kubok ko'tarishimizni xohlaymiz. Hammamiz, hamma O'zbekiston bizni yutishimizni xohlaydi. O'zbekistonlik muxlislarga bizni qo'llab-quvvatlashini so'rab qolaman. Musobaqa tayyorgarligi juda yaxshi o'tdi. Birinchi qismi Toshkentda, keyingi qismi Qatarda va finalniy etap bugun oxirgi trenirovkamiz. Xudo xolasa ertadan o'yinimiz boshlanadi. Xudo xolasa musobaqada maksimal harakat qilib shu yaxshi rezultat qilish. Asosan Eron bilan Koreyani yaxshi bilamiz, lekin Livanga qarshi o'yinlarimiz bo'lmagan desak ham bo'laveradi. Shuning uchun Livanni kuzatdik, yaxshi, asosan baribir qiladigan komanda. Shuning uchun tayyorlandik, xudo xolasa yaxshi o'yin ko'rsatamiz. Kayfiyat juda a'lo. Xudo xolasa hammamiz nastroy boyovoy desa ham bo'ladi. Xudo xolasa chiqib yaxshi rezultat ko'rsatamiz va xursand qilamiz xalqimizni.